Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Kirish mumkin emas. Balakat, yana svet o'chdi. Ey, yangi, bor tepani ko'r. Men endi yotdim o'zi. Qizumi, sen o'ta yangisan. Bor, qarab ke. Mayli. Xo'p, listoz o'zim to'g'rilayman. Yangi, buni qilishlasang, sen ijtimoiy erisha olmaysan. Ana endi samoviy falokat qudratini sinayman. La'nat qariya. Men bugun keldim, menga buyruq berishini qara. Men derdim, ishlash kerak. Ishini buzishibdimi? O'g'rilab bo'lsa kerak. Kim bor? La'nati! Hey sen. Nima qildi senga? Senga nima qildi? Ko'rmadim deb hisoblaymiz. Televizorda qanaqa qilib birinchi yordam ko'rsatishgandi. Unga yordam berish kerak. Lekin unga tegishga to'g'ri keladi. Mani yomon niyatim yo'qmi, yaxshiman. Anyway, men yordam berishim kerak. Mani qizcham samoviy ofat. Menimcha falokatni qo'llayotgandim, lekin kimdir xalal berdi. Oyi? Oyijon, to'xtang. Meni tashlab ketmang. To'xta. Hozir tushuntirib beraman. Men seni qutqarish uchun birinchi bo'lsammi sovg'a qildim. Bu qanaqa rahmat degani bu? Seni birinchi bo'lsang, mendagi birinchisi hisob emasmi? Bir xil holatdamiz. Buni hal qildik. Biz xursandmiz, to'g'rimi? Men axir seni qutqardim-ku. Sana rahmatimmi? Axir bu yaxshi emas. Ajab bo'pti. Umid qilamanki, qayta ko'rishmaymiz.
Qanday ehtiyotsizlik. Lekin u samoviy falokatni ko'rmadi. Kultivatorlar changalzor qonuni bilan yashaydi. Agar oddiy insonlar aralashsa, shubhasiz o'lishi aniq. Meni kuchim. Falokatni amalga oshira olmagan bo'lsam ham, nega kultivatsiya darajamni yo'qotyapman? Bu ketishda barcha harakatlarim havoga sovuriladi. Aslo. Buni tezroq tekshirish kerak. Judayam issiq. Restoranga nima deysiz? Kelishdik. Bugun hammasi boshqacha. Lekin nimagadir hamma narsa o'zgarib qolgandek. Zreniyam ham joyiga kelganga o'xshaydi. Hatto mana shuni ham ko'ra olaman. Bu axir o'sha beshafqat qizku. Muzey va nihoyat keldingmi? Hatto shunaqa beshafqat qizni ham kuzatadiganlari bor. Yangi kultivatormi? Ko'ramiz qo'lidan nima kelar ekan. Muzey bugun yangi film chiqargan, balkim birga ko'rarmiz. Men butun kinoteatrni sotib olganman. Birga tushaylik. Ha, bunaqa filmga kim ham tushmasdi. Qaror uni qo'lida. Ko'rishni xohlardim, lekin bugun o'qish bilan bandman. Hatto beshafqat qiz o'rtadan ham shuncha odam yuradi. Dunyo qayerga qarab ketyapti? Balki kelasi oy biror joyga borarmiz. Qanaqa uchrashuv? Birinchi o'rinda samolyotlar. Mayli, majburlamayman. Hey! Ehtiyot bo'ling. Dan qoching. Ushlab olish. Sizga nima bo'ldi? Men qayerdaman? Sen axir beshafqat. Mana qo'llarim. Azizim, nihoyat uyg'onding. Men juda uzoq kutdim. Demak, qayerdan boshlaymiz? Hoy qizsan, mashina urib oldingmi? Qiz, kiyib oling, iltimos gaplashib olaylik. Animedagi ayyorliklar ish bermaydiganga o'xshaydi. Nima bo'lsa ham kiyib oling.
Xo'sh, nima qilmoqchisiz? Qonunan menga tegishli bo'lgan narsani olaman. Men sizdan nimadir oldimmi? Ovoz berildi fan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha do'stlar. 红窗外接近，零散的光阴，空白的心情，也没人陪着我直到天明。风过境迁，侧耳倾听，能不能听到你心跳的声音？任着风吹。